Kamolon oshni shundoq tepasidan 3 xonali kvartirani 2 xonali kvartirani narxida berib yuboramiz. Uyi bitta ko'ring, hamma ma'lumotlarni uy ichida beraman. Bu Toshkent City'ning ko'rinishi, ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, to'g'rilarda Magic City Oliy Majlis prям Kamolon oshi shundoq tepasida joylashgan 3 xonali uyimiz. Bu yoq tomonimizda zalimizning ko'rinishi. Ko'rishinglar mumkin, o'rtoqlar. Bu yoqdan ham ko'rsataman. Mana shunaqa kattakon zalimiz, ya'ni 5x5 razmerdagi zalimiz. Podyezddan shundoq kirdinglar, mana shunaqa chiroyli prixoshkasi, детский спальня, bitta vanna, zal, kuxnya va hojatxonasi. Bu yoq tomon bolajonlar uchun qilingan xona. Bu yerda esa spalnya xonamiz. Ko'ryapsizlar, uyimizning remonti top-toza holatda turibdi. Bu yoq tomonda esa vanna xonamiz. Bu yoqdan o'tishimiz bilan hojatxonasi va mana shunaqa chiroyli shinamgina kuxnyasi. Hurmatli kuzatuvchilar, 3 xonali 7-qavatda joylashgan jami 9 qavatli domda. Bilasizlar, bu Drujba Narodovda bunaqa uylarning narx-navolarini ideal narxda qo'yganmiz. Bu uyimiz hamyonbop hisoblanadi va narxini $115 ming so'rovimiz, raqamlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, joyi ko'rib, uyi dokumentlari bilan ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi.